Quyonning hayvonlarga javobi. Dedi: ey yorlar, u ilhom yo'llamish, kuch berib mendek zaifni qo'llamish. Haq asal ariga ne bermish u dam, yo'qdir u hatto qulonu sherda ham. Ochdi haq unga bilimlar eshigin, shul sabab toza asaldan qurgayin. Haq ipak qurtiga o'rgatdi hunar, qaysi fil topgay bu tadbirdan xabar. Xoki odam Tangridan ilm o'rganur, sochga yilmin 7 qat osmon dovur. Sindirib ne malak nom nomusin, haqqa kim keltirsa shak oldirdi tin. 600 ming yoshli zohid ochsa lab, bir buzoqdek qo'ydi og'zin nuqtalab. Din sutin ta'min sira to sezmasin, to muzayyan qal'a ichra kezmasin. Nuqta bo'lmish ilmi his ahli uchun, ichmasin deb ilmi oliy pok sutin. Tomdi ko'ngil qatrasiga bir guhar, ulna ummonga va na ko'kka tushar. Buncha surat deysan ey surat parast, ma'nisiz joningga surat-ku qafas. Odamiyda bo'lmagay bir xil shakl, bo'lmagandek bir xil Ahmad bu jahl. Xuddi devordagi naqsh odam simon, sen qarab ayt, unda ne bo'lmish nihon. Anglagil suratda kam bir jonidir, bor o'shal noyob guhar durni qidir. E'tibor topganda ashobiti kim, unga olam sherlari bosh egdi jim. Bormi manfur naqshidan hech bir zarar, joni nur daryosi ichra g'arq agar. Izlamay surat sanosin xomadan, olimu odilni topgil nomadan. Olimu odil erur ma'noga yor, na makon na oldu ort ichra u bor. La makondan tan taraf yelgay u tez, jon quyoshi sig'magay ko'kka bu kez.